DLC To'rayev 14 kanali. Biz bugungi videoda Sabitiyani juda ham oson yutishni o'rganamiz. Uning biroz mehnati bor-ku, lekin Sabitiyalarda ayniqsa mana bu yerda hozir bu Sabitiyada emas, keyin keladigan Sabitiyada pushti kartali bo'ladi. Va hozir Sabitiyani yutish juda ham muhim. Shu sabab bugun sizlar bilan Sabitiya yutishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun Sabitiyada bizga tushadigan raqiblar mana bu yerdagi tierimizga bog'liq. Nechinchi tierda bo'lsak, o'shanga mos raqiblar tushiradi. Mana bu yerdagi 95-8 ballga ham emas reytingga, bu yerga ham qaraydi, lekin asosiy e'tibor mana bu yerdagi tierga bo'ladi. Sizlar misol uchun hozir tierni tushirganman, o'zi 5-6 tierlarda yuraman, lekin aynan Sabitiyani yutish uchun tierni tushiraman. Xo'p, buni qanday tushiramiz desanglar, buni ko'pchilik bilsa ham kerak-ku, lekin bilmaganlar uchun mana bu yerdan hozir chiqib ketamiz. Bir time o'ynab chiqib ketsak, bizga bloklanish holatini bermaydi va xo'p, hozir mana kirib oldik. Yasur degan komanda tushdi. Xo'p, biz bu yerdan hozir bir time o'ynab chiqib ketsak, imkoni boricha cho'zib, mana bu yerdan to'pni bermasdan 1 daqiqaga 3 daqiqa ketadi agar cho'zmasdan o'yinni o'tkazsak. Mana bu yerdan chiqib ketishlarsiz, shunday qilib o'ynasak, agar bitta vaziyat bo'lsa ham o'sha DLC'dagi 2-3 daqiqaga teng. Shunga o'yinimiz cho'zilib ketishi mumkin. Tez birinchi taymni tugab chiqib ketishimiz kerak. Mana shunday qilib yursak, birinchi taymda chiqib ketsak, hech qanday DLC bloklanish holatini tushirmaydi va 7 ta shunday chiqib ketsak, ayrim tierlarda 6 ta, bizni tierimiz bitta tushadi. Xo'p. Hop, mana taymni deyarli tugatib oldik. Va bo'ldi, mana shu yerdan 45-daqiqaga yetgandan keyin chiqib ketsalar ham bo'laveradi. Hech qanday bloklanish holati bo'lmaydi shunda ham. Mana to'p nazoratini ko'rib turishlaring mumkin. 95% to'p nazorati bo'lgan. Ya'ni raqibga umuman to'pni bermasdan faqat kombinatsiya qilib taymni tezda tugatdim. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda endi mana o'ynamasdan chiqib ketsangiz bloklanish holatini berishini hamma bilsa kerak. Hozir mana ko'rsatib o'taman. Legend. Unchalik legenda tarkib emas ekan. Ya bir raqib ham bosib yubordi, to'pni tepamiz. Chiqib ketamiz. Mana bitta o'yinda qulplamaydi, o'zi qulplagandan keyin 2 soatlardan keyin bloklanishni olib tashlaydi. Shunga men chiqib ketganimga ancha bo'lgan. Shunga hozir bloklanish holati yo'q, lekin ketma-ket 2 ta chiqib ketsak, mana tierimiz tushdi. Mana bunday bloklanish holati bo'ladi. Bu Sabitiyada ham bo'ladi. Shunday ekan, shunga bir time o'ynab shuna qilsanglar, bitta o'yinga bir time'ga 3 daqiqa ketadi. Umumiy 6 daqiqa, to'xtalishlarsiz 3 daqiqa. Shunda 3 daqiqadan chiqib ketsangiz, hozir siz misol uchun 6-tierda bo'lsangiz yoki boshqa yuqori tierlarni siz o'ynayotgan tierdan bir 3 ta tushirib olsangiz, Sabitiyani bemalol yuta olasiz. 3 tasiga 7 tadan hisoblasak, ham bitta tier tushirishga 21 daqiqa ketsa, 1 soatdan ko'proq vaqt ketadi, lekin siz mana bunday yaqinda mana bu oltin legendariy agent ham hali rosa katta sahnaga chiqish kutilyapti. Jahon chempionatiga yaqin yana o'shandaylik time off yoki Champions kartasi kuchli bo'lgan futbolchilar kelish kutilmoqda. Shunga hozirdan mana bunday kartalarni yig'ib boravering. Shunga hamma Sabitiyani men shuna qilib yutaman. Boshqa iloji yo'q. Agar o'zim misol uchun o'ynaydigan 6-tierda o'ynasam, anchagina kuchli raqiblar tushadi va Sabitiyani yutish ancha qiyinlashadi. Shunga mana shunday tier tushirib olsangiz, tierga qaray DLC sizga raqib berishdi. Siz bemalol xotirjam yutadigan raqiblaringizni beradi va osonlikcha tierni tushirasiz. Hozir men o'zi 9-tierda Sabitiyani o'ynardim.
Lekin bu yerdagi kelgan Sabitya anchagina xavfli bo'lgani uchun, ya'ni bitta yutqazsangiz, sizni batamom Sabityadan uchirib yuborishi uchun 20 minut vaqtimdan emasdan 9-10 yerga ham tushib oldim. Shunday qilmasa bu yerda Sabityada yutqazib qo'yish ham mumkin, chunki men endi YouTuber hammasi o'yini zo'r bo'ladi degani emas. O'yinim yomon emas, lekin pro darajada emas. Shunday ekan, tier tushirib Sabityalarni yutaman. Sizga ham maslahatim shu, u o'z o'yiniga tierda yutsangiz juda qiynaydi deysiz, sizga murakkab raqiblarni tushirib. Xo'p, 3 daqiqani o'tkazib olamiz. Xo'p, mana bloklanish olib tashlandi. Ketma-ket chiqqanimizdan keyin hozir bloklanish olib tashlangan bo'lsa ham 10 yerga tushdi. Yana hozir chiqib ketsangiz 10 daqiqa qilib qo'yadi. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Xo'p, tier tushirmaguncha Sabityani ham ochishni maslahat bermayman. Tierni tushirib bo'lgach Sabityani ochsangiz yaxshi bo'ladi. Mana Sabityaga kirib oldik, o'zimizning tarkibimizda o'ynaymiz. Xo'p, men hozir hamma yutganimni yoki o'ynaganimni qo'ysam, hozir video sifati buziladi, cho'zilib ketadi. Shunga agar qandaydir hodisa bo'lib yutqazib qo'ymasam, final o'yinni qo'yaman. Hozir 4 ta yutib olib, bo'lmasam. Xo'p, hozir o'yinlarni boshlaymiz. Videoni qirqib tashlayman bu joylarini. Xo'p, mana o'rtoqlar, Sabityani 4 tasini yutib oldim tezda. Deyarli juda osonlik bilan, deyarli deyishimning sababi 3-raqib birinchi taymda 1 gol urib olib, birinchi taymda shuni saqlab qoldi, lekin uning ham ikkinchi taymda 3-1 hisobida g'alabaga erishdim. Xo'p, mana bunday men hozir forum besib berganman. Sizlar ham berib olsanglar, birinchi o'yinni yutgandan keyin bu 4 o'yinga yetadi. Agar boshlamasdan olib berib qo'ysanglar, final o'yinida tugab qoladi. Shunga ikkinchi o'yinni yutgandan keyin berganman. Hozir sizlar bilan juda hayajonli. Xo'p, final o'yinini o'ynaymiz. Qanday raqib tushiradi bizga DLC. Yo'q, bizga tengi topilmayapti hozirchalik. Topildi. Va Fadat nomli akkaunt old ekan ancha. Portugaliyalik raqib tushdi, ko'ramiz buni ham yuta olamizmi. Xo'p, mana bu yerda men qanotdan hujumlar qilaman. Yo'q, bu yerda bizni to'sib qoldi. Agar shundan ham o'tib ketganda menda ishning yo'li ochiq edi. Kimdir o'zining taklif qilarmikan ichidan? Yo'q, taklif qilmadi. Ne qilamiz? Ochamiz. Yo'q, qoida buzilishi, lekin shu Mendeshga umuman o'yin bermayapti. Asosiy qurollardan biri ichkariga kim bor? Voy, jinni nima bo'ldi hozir? Gol bo'lmadi qandaydir qilib. Qandaydir himoyachi to'sib oldi mana bunga. Ichkariga zarba, gol. Rivaldo nihoyat. Hujumlarimiz zoya berdi. Orqaroqqa qaytamiz. Voy, kuchayib ketdi. Men bolni esib turganda to'p Urrog'i raqib belga to'pni topshirib qo'ydi. Hozir esa to'p yotibdi. Benzema. Rodri. Rivaldo yetolmaydi. Yaxshi raqib oldingilarga nisbatan yaxshi o'ynar ekan. Baribir final o'yini, baribir bizga ham finalga kelganlarni tashlaydi desak, o'tib ketamizmi? Raqiblar joyi patkat. Benzema tezligi nechi? Lekin Gabriel bu yerda 500 chiqqan, bermaydi. Sutdi. Mendeshni kutamiz. Mendesh. O'tib ketadimi? Endi o'tib ketadi ichkariga. Yamal va mana mening taktikam 2 golni olib keldi va ikkalasiga ham Mendesh assist qilgan, biriga Rivaldo bosh qo'ygan bo'lsa, biriga Yamalning Rolton so'zi bosh qo'ydi. Bizga ham endi uslubni o'rganib oldi. Lekin bunday pas bergandim. Yaxshi, lekin kutganda yaxshi pas bo'ldi, lekin bizda kartali idorasi bor. Bu holatda reaksiyasini chiqarib pasidan 82 qilib qo'yganman. Yaxshi turyapti. Yamal o'zi hal qiladimi? Qo'ymayman hal qilishga dedi. Yamal
Hadi qayt. Mana olib qo'yamiz va birinchidan yeyadi. Hop, ikkinchi taym. Davom etadi. Mana bu yerdagi taym bosib olamiz. 30 ta tangaga bu juda muhim. Mening tangalarim ham juda ko'p, kerak emas. Men ayrimlarga o'xshab tanga olmasdan emas, xavfli hujum. O'zim yiqqanman anchadan beri. Kim bor bizni taklif qiladimi kimdir? Yana mendashmi? Raqib ham shu uslubdan bezor bo'lib ketdi, lekin ichkarida odam kam ekan, endi kirib oldi. Bizni to'sib qolishdi endi. Hakimiyni tushirdi raqib. Mendashni poylayapti bu yerda izzidan. Valverde'ga beramiz. Salah ilib ketdi. Ketdi orqaga. Ketdi. Endi Hakimiyni ham qo'chamizmi? O'girilib olamiz. Ketdi bu yog'iga. Dakansa, ichkariga. Voy, nuqta bo'lardi ya. O'zgarishib olamiz. Holand, Kylian, Harry, qanotga chopadiganlarni tashlaymiz. Salah va Yamalni yana bittasini tashlaymiz. Yamalning ikkita kartasi ham bor. Almashtirib o'ynayverasizlar. Valverde. Хорошо. Mendesh. Mendesh olsun, Mendesh Yo'q, Pogba bu kim bu? O Salah berardi ekan. Yo'q, shu golchi kim ekan? Qora futbolchi. Voy, tam beri ikkita Mendeshga ham o'yin bermayapti. Bizni taktikamizni shu qildi var. To'g'ri raqib. Mendesh zarbasi yaxshi emas, tiraveramiz. Yo'q, Ruben blok qo'ydi. Hakamiga qo'shib vallahi ajoyib pas. Pogba egalashi. Yanami? Gol bo'lmasagamiz ikkinchi taymda. Raqib, yutqazish og'zingizdir. Bo'lay. YouTube'ga chiqadi bu video. Kimlar ko'rmaydi? Sen meni sharmanda qilyapsan o'zingni. Yirik hisobda tushirdim. Shuncha tiyer tushirdim shu. Ostoy tomonni shu Sabitiyani. Ketdi yana. Ham shu chidaveradi ekan. Voy, kallalarni betib tashladi. Orqaga ketib qoldi. La'nat oldinga ber. Bu raqibi bilan tepishib o'ynayapti. Biz ham futbol o'ynayapmiz, tepishmas. Darvozani aldaymiz. Voy, jinni. To'p sotilgan. O'rtoqlar, to'p sotilgan. Yirik hisobda yuta olmadim, lekin mana Valverde sariq olganlar bu yoqda. Sabitiya muvaffaqiyatli yutildi. Mana legendariy agent uchun men qancha harakat qildim. Hop, bu yoqda bonuslar. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi video ishlardan iborat edi. Sizlar ham Sabitiyada mana bunday Champions nomli yozuvni qilsanglar, maslahatimga amal qilinglar. Va albatta Sabitiya yutiladi. Hozir men 7-chi yoki 6-chi tiyerda o'ynaganimda bu Sabitiyani yuta olmasdim, tan olaman. Xo'p, sizlar kam o'ynasanglar, tiyerda tushirib qo'yinglar Liviyadan va Sabitiyani yutib kelaveringlar. 10 kunda ikkita keladi Sabitiya, 5 kunda bitta Sabitiya yangilanadi 100%. Xo'p, sizlar ham menga o'xshab mana bu yerdagi keyingi keladigan mana Sabitiya. Yo'q, bu yerda emas, mana komplet 3 kun, 4 kundan keyin keladi. Shunga o'xshab men Sabitiyadan olish mumkin bo'lgan barcha yigitlarni oldim. Umumiy 7 ta oldim. Bitta 84 lik qoldi. Qolgan hammasini olib bo'ldim. Xo'p, bu yerdan kim bor? Hech kim yo'q ekan. Videomiz shulardan iborat edi. Sizning birgina obunangiz bilan men yuksalishda davom etaman. Orzularim uchun, ya'ni 1000 talik davolni bosib o'taman. Hozir 200 ta bo'ldik. Obuna jalk emas-ku, bosib qo'yinglar, like-ni ham bosinglar. Videoni imkon qadar shunaqa Sabitiyani qiynalib yutolmay yurgan o'rtoqlarga tarqatib qo'yinglar. Like va komment ham yozib qo'yinglar. Bizning videomizni ko'proq odam ko'rishi uchun. Sizlardan iltimos qilgan holda bugungi videomizni yakunlaymiz. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling.